Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz, aziz yurtdoshlar. Navbatdagi sotuvdagi mashinamiz Nexia 2 Pro 6 Dons motor bo'ladi. Maloshli rang, lyuks konditsioner variantida 2015-yilda ishlab chiqarilgan, mashina ideal sostoyaniyada haydalgan, 94 ming probeg yurgan, yumshoq balonlar qo'yilgan, holati yaxshi. Kraskasi ashkrelenda boy, yuzida ichini o'tmagan, kirilgan uchiga septirgan ekan. Qolgan yerlarni o'zlari uchun bir xato proverka ettirib asosida bo'ladi. Ratnoyda turibdi egasi. Zang tushgan yerlarni ko'rmadim mashinani. Xo'p, 2015-yil 94 ming yurgan, lyuks konditsioner, metallari, yumshoq balonlari bor. Mashina tayyor holatda. Salon qismini o'tadan bo'lsak, neyronlar döşalgan, chexollarda 94 ming kilometr yurgan. Narxi 70 million so'm pul. Ustunda kelishiladi. Qiziquvchilar bo'lsa, telefon nomerlarimiz video ostida, bemalol murojaat etib kelaverasizlar. Videoga bir like bosib qo'yinglar, podpiska bosib qo'yishdan yodlaringizdan chiqarmanglar. Bir-biridan zo'r narxda mashinalar qo'yib borishni davom etamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.